Ko'pchilik Rossiyaga borganda shunaqa qog'oz oladi, ya'ni aeroportdan besabab qaytarib yuboradi. Zapret yoki deporti bo'lmasa ham yoki shunaqa qog'oz ham beradi ko'pchiliklarga. Ko'rishingiz mumkin. Bu O'zbekiston havo yo'llaridan beriladi. Bunda boshqa aeroportlarda diqqat bilan qarasangizlar, bu yerda faqat aeroportning pechati bor. Bu qog'ozlar aeroport tomonidan berilgan. Ya'ni Rossiyaning MVD yoki FSB tarafdan berilgan qog'oz hisoblanmaydi. Bunaqa qog'ozlarga albatta pasportini tekshirtirish kerak. Bizning Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor. Shu Rossiyadagi deport, zapretlarni aniq tekshirib beradi va ochiladiganlarni sud orqali bekor qildirib beriladi. Ya'ni ishlaringiz qonuniy ko'rib chiqiladi. Bizga Telegramdan yozinglar. Telegram kanalimizga o'tib ko'rsangizlar, Nevraviyaga qaysi statiya bilan zapret, deport bo'lganini olsa bo'ladi, olsa bo'lmaydi. Ochish uchun nimalar kerak bo'ladi, hammasi birin-ketin yozib chiqilgan. Bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida, Urduni ko'chasida, Ma'rifatchilar 76 desangiz allaqasida chiqadi. Al-Kuvayt degan binoda joylashgan. Ertalabki 9:00 dan kechki 9:00 gacha kelib, yuzma-yuz bizlar bilan ofisimizga kelib, tashrif buyurib, pasportlarni tekshirtirib yoki aviabiletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Kechki 12:00 gacha onlayn ishlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Deport zapreti bor. Mana shu aeroportdan besabab qaytib kelgan do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yinglar.